Assalamu alaykum. Uyg'ur sog'lomlik qonuniga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun qon besimi to'g'risida. Qon besimi deganimiz qizil qon tomir ichida eqayotgan qonning qizil qon tomir devoriga tushirgan besimi bo'lib, uning normal bo'lishi sog'lomligimiz uchun bek muhim. Qon besimini o'lchash asbobi bilan o'lchagan vaqtda ikki xil sonliq ma'lumotga erishimiz. Bunun biri bo'lsa, yurak tarayib qisqarganda, ya'ni yurak soqqan chaqda qonni yurakning qerinchisidan aortaga siqib chiqargan chaqdagi aorta tomir devoriga bo'lgan besimni ko'rsatadi. Bu qisqarash besimi, ya'ni sistolik besim deb ataladi. Yana biri bo'lsa, yurak kerilgan yoki kengaygan chaqda yurak talantisidagi qon yurak qerinchisiga to'ladi. Bu kerilish besimi, ya'ni diastolik besim deb ataladi. Unda bo'lsa, nima uchun normal qon besim nihoyatda muhim deymiz? Xuddi suv turbusida eqayotgan suvga o'xshash, qon tomirlarimizda eqayotgan qonmu muvofiq besimga ehtiyojli bo'lib, bu besimning yordamida badandagi qon tomirlarning ichida to'xtamay aylanishi, ham oksigen va oziqlik moddalar mo'l bo'lgan qonni har bir hujayra va to'qilmalarga yetkazish kerak. Agar qon besim bak o'rlab ketsa, u yuqori qon besim deb ataladi. Misol olsak, suv turbusi ichidagi eqayotgan suv besimning haddidan ziyoda eshib ketishi turbining temini nacharlashtirib, uni ojizlashtirganga o'xshash haddidan ziyoda yuqori bo'lgan besimda tomirlarimizdan eqayotgan qon tomirlarning temini, ya'ni tomir devorlarini zaxmlandirdi. Qon besimning o'rlishi sababidan qon tomirlarning zaxmlanishi, sakta, yurak kesili, böğrek zaxmlanish, ko'z qon tomirlarining zaxmlanishi, hatto divanglik qatorliq kasalliklarga giribdor bo'lish xavfini oshirdi. Qon besimi qancha uzun vaqt normaldan yuqori holatda tursa, qon tomirlarga bo'lgan ziyni shuncha ko'p bo'ladi. Qon besimi normaldan bek tuvan bo'lib ketsa, qon tomirdagi qon yetarlik oburut qilinmaydi. Bunun bilan bosh qiyish va hushidan ketish ahvollari kelib chiqadi. Bo'lib deganda uyg'onganda yotgan holatdan tezdan o'rnidan tursa, yoki uzoq o'ltirgan holatdan tezdan o'rnidan tursa, bu vaqtda qonning aylanishiga yetarlik besim bo'lmag'achqa, mingiga qon yetishmay, ko'z qorong'ilashib boshqaydi. Undan boshqa uyqusizlik va horg'inlikmi ko'p ko'rildi. Shunlashqa qon besimining normal, sog'lom doirada bo'lishi nihoyatda muhim. Muvofiq darajadagi qonning besimi qonning badandagi qon tomirlarida eqishiga va to'qilmalarga hech qanday ziyon keltirmay, oksigen va oziqlik moddalarni barliq hujayralarga to'salg'usiz yetkazishiga sharoit hozirlab berdi. Unda bo'lsa qon besimi qancha bo'lsa normal bo'lgan bo'ladi? Bu savolga 2017-yili noyabrda Amerika yurak kasalliklari instituti va Amerika yurak jamiyatidagi professorlar yuqori qon besimiga diagnoz qo'yish yangi o'lchimini e'lon qilib javob bergan bo'ldi. Bu diagnoz o'lchimida normal qon besim yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 120 dan yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 80 dan tuvan bo'lsa normal bo'ldi. Yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 120 dan eshib 129 orasida bo'lgan bo'lsa, bu qon besim normaldan yuqorilgan bo'ladi. Yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 130 dan eshib 139 oralig'ida bo'lsa, yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 80 dan eshib 89 gacha bo'lsa, bu birinchi darajalik yuqori qon besim bo'ladi. Yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 140 dan eshib, yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 90 dan oshsa, bu ikkinchi darajalik yuqori qon besim bo'ldi deb aniqlab berilgan. Yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 180 dan eshib ketsa, yoki bo'lmasa yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 120 dan eshib ketsa, yuqori qon besimining jiddiy holati bo'lib, agar boshqa kasallik alomatlari bo'lmasa, bemorlar darhol dori almashtirishga ehtiyojli bo'ladi. Yoki bo'lmasa a'zolarga zaxmi keltirish alomatlari ko'rilgan bo'lsa, darhol doktorxonaga yetib davolanish kerak. Bu yangilangan aniqlamaga asosan bugungi kunda quramiga yetgan insonlarning yarmidagidek yuqori qon besim kasaliga giribdor bo'lgan bo'ladi. Chunki 2017 yildan burungi
diagnoz aniqlamasida normal deb qaralgan qon besimi hozir 1-darajadagi yuqori qon besim deb aniqlab berilgan. Ammo bu yuqori qon besim deb diagnoz qo'yilganlarning hammasining qon besimini tushiradigan dori ishiltish kerakligidan darak beramdi. Buningga Amerikaning yuqori qon besimini davolashda qo'llanadigan davolash ko'rsatmasiga qarab baqayli. Buningda ko'rsatilishicha, qon besimi sal yuqori bo'lganlar bilan 1-darajadagi yuqori qon besim bo'lganlarning boshqa kasallari bo'lmasa, dori ishiltishdan ilgari 3 oy turmush odatini o'zgartirish usulini tavsiya qilgan. Yaqinqi zamondagi ko'plagan tadqiqotlar shuni isbotladiki, yenik darajadagi yuqori qon besim kasalligiga giribdor bo'lgan sog'lom kishilar turmush usulini o'zgartirish orqali eng yaxshi davolash unimiga erishgan. Bu xil usul yuqori qon besimga sabab bo'lgan omillarni o'zgartib, uzun muddatlik agashma kasalliklarning kelib chiqishini azaytgan. Unda bo'lsa qon besimini tushiradigan dorini qaysi vaqt ishlatamiz? Yuqori qon besimini davolashda qo'llanadigan davolash ko'rsatmasida sog'lom bo'lgan, ya'ni boshqa hech qanday kasal bo'lmagan kishilarning yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 160 dan yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 100 ni ishib ketsa, dori ishiltish kerak. Yurak kasali, diabet kasali va böbrek kasali bo'lgan bemorlarning yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 140 dan yurakning kengaygan vaqtdagi besimi 90 dan ishib ketsa, dori ishiltish kerak. Turmush odatini o'zgartirish orqali qon besimini kontrol qila olmagan, boshqa yurak qon tomir kasalliklariga giribdor bo'lish xavfi bo'lgan 50 yoshdan yuqori bo'lgan kishilar yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimi 140 dan kengaygan vaqtdagi besimi 90 dan ishib ketgan vaqtda qon besimini tushiradigan dori ish kerak deb ko'rsatilgan. Unda olsa biz turmush odatlarini o'zgartirish orqali qon besimga ta'sir qildi dedik. Unda qaysi turmush odatlarini o'zgartirish kerak? Badan ig'irligini normal holatda saqlash yoki bo'lmasa, badan ig'irligi normaldan ig'ir bo'lsa, o'riqlash kerak. Buning uchun yemak-ichmak odatlarini o'zgartib, sog'lom oziqlanib, tayyor pishirlab ishlangan yemeklarni yemaslik. Chunki ularning tarkibida tuz va shakar ko'p bo'lib, qon besimini o'rlatadi. Davomli harakat qilib chaynaqish kerak. Aroq ichmaslik, tamok chekmaslik kerak. Ba'zi dorilar, masalan, hormonlik dorilar, homildorlikdan saqlanish dorilari, ba'zi zukam va allergiyaga qarshi dorilar, steroidlik bo'lmagan yalliq qaytarish dorilari. Mushu tipdagi dorilarni ishlatayotganlarda qon besimi normaldan yuqorilab qolgan bo'lsa, bu xildagi dorilarni iste'mol qilishdan to'xtab, bir mezgil qon besimini o'lchab ko'rib beqish kerak. Mushu dorilar sababli qon besimi o'rlagan bo'lsa, bu xildagi dorilarni to'xtatgandan keyin qon besimi normallashadi. Pat-pat roza tutish. Bu orqali badandagi insulinni tovanlatgili bo'ladi. Shundaqla og'riqlashni ilgari suradi. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, roza tutish orqali yurakning qonni siqib chiqargan chog'dagi besimini ko'rinarlik tovanlatgili bo'ladi ekan. Turmush usulini o'zgartganda qon besimingizni qarorlik tekshirib turishni unutmang. Buni doktorga barsangizmi yoki o'zingiz uyda o'zingizning qon besim o'lchaydigan asbobingiz bilan o'lchsangizmi bo'ladi. O'zingizning qon besim o'lchigichingizni anda-sanda doktorning ishxonasiga olib kelib, ularning qon besim o'lchaydigan apparati bilan o'xshash sonliq ma'lumot ko'rsatamdi, ko'rib beqishingiz kerak. Yuqori qon besimning aniqlamasining o'zgarishi hamma odamning qon besimining normal yoki emasligini bilishning muhimligini, shundaqla turmush usuliga diqqat qilib, qon besimini o'rlatadigan sabablardan saqlansa, tabiiy holda yaxshilanadiganligini ko'rsatib berdi. Turmush usulini o'zgartirish bilan yaxshilanmaydigan qon besim yoki qon besimining ig'ir darajada o'rlishi uchun yanada dori ishlatishni aytdi muhim. Qandaqli bo'lmasin, agar biz qon besimini o'rlatadigan tüp sababning o'zini bir taraf qila olsak, kasallik alomatini davolagandan yaxshi unumga erisha olamiz.